Temir avtosavdoda yaxshi Cobalt kelsa minaman deganlar uchun Turinchi Pace avtomat Cobalt mashinamiz 2020-yil 158 ming kilometr masofani bosib o'tgan. 3 ta krылоda petno, shu krылосida to'liq kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan ekan. 4 ta yaxshi balonda turibdi. Mashinamiz tonirovka ruxsatnomalari bor ekan. Mashinaning salon qismlaridan ham ko'ramiz. Salonlari yaxshi turibdi, yaxshi qimmat chexoldan kiydirilgan, ko'riklar tashalgan, start stop ekan. Mashinaning obshipka torpedalari ham yaxshi holatda turibdi. Tashqi ko'rinishda qilingan, chizilgan joylari yo'q. Metan gazda установка bo'lgan ekan, paketlangan gaz ekan. Xo'p, faqat оформленияga ekan mashinamiz. Texnik hech qanaqa rasxodlari yo'q. Mashina top ekan. Xudo xolasa olasizlar, minasizlar mashinamizni. Bu 2020-yil avtomat korobka Cobalt mashinamizni egalar bilan narxini tortishib, sizlar olib mazza qilib haydashingiz uchun $8450 ga tushirib qo'ydik. Egalar nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Mashina lekin chiroyli holatda turibdi, tekis choklari chiroyli.